عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli cemaatlerimiz, ustazımız da ötkendek itikab hakkında dinimizdeki intayin muhim boğan bayam degandek holatlarimizni qo'lga keltirishimiz, qalblarimizning mana shundoq ulug' muborak fursat, ulug' kunlarda texmi irib, qalbimizdagi nifoq alomatlari, g'alag'ashlarninki hammasiniki yo'q bo'lib, Allohga arzigidek bir mu'min musulmonlardan ittifoq bir sabta tura oladigan shunday mu'minlardan bo'lishimiz uchun intayin muhim bo'lgan bir amaldan birisi itikab haqida qisqagina to'xtalib o'tmoqchi inshaalloh. Endi biz Alloh subhanahu va taolo insoniyatni yaratib, buni ham ruh ham jasad ikki parcha birlashtirib, jasadimizni laydin yaratgan bo'lsa, bizning ruhimizni piyildiq deb Alloh subhanahu va taolo aytadi. Ikki jismdan tarkib topgan. Endi bizning har ikkinisi ma'lum bir uzuqliq, g'izoga intayin ehtiyojli. Bizning jasadimiz tomoqlarimizni vaqtida yemasak, vaqtida agar kasallab qolsak, doğrusini qilib turmasak, tugishib ketgandek yoki normal faoliyatlarimizni davomlashtirib olmagandek, balki uningdan bakroq, uningdan qattiqroq bizning ruhimizning g'izolanishi intayin muhim aslida. Ruhiy g'izoyimiz. Biz dal bugun kundagi musulmonlarninki, mu'min musulmonlarimizningki tinriqab qilayotgan, yo'lini topolmayotgan, o'zining qildigan ishni topolmagan, o'zining dushmanini topolmagan, qarindoshdan dushman bo'lib, shunday nurg'un illatlar, sanab tugatkisiz illatlarning dal paydo bo'lib qolishi. Ya'ni bizning bugungi kunda bunda o'lag holat bo'lib qolishimiz dal bizningki shu ruhiy uzuqligimizningki kam bo'lganligi yoki yo'q bo'lganligi. Ruhimizni davolamasdan sal qarab, tashlab o'tib, faqat shakliga ahamiyat berib, hatto o'lib ketganlikning alomati. Aslida shariatdagi Alloh subhanahu va taolo yo'l qo'ygan har bir amal, ibodatlar, bu mana roza. İslamning 5 asosiy prinsipidan birisi roza. La'allakum tattaqun dedi Alloh. Hamma butun bir oylik maqsad hammani rozani yemay, ichmay, butun hamma narsadan yiroq turib, nimasini, nimaga taqvolikqa, ya'ni taqvolik deganmi? Eng avval at-taqvo ha huna da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qalbga, ruhga bog'lab qo'ygan. Namozning maqsadi tanha anil fahsha wal munkar. Biz qilayotgan yomonlik, munkar, nachar illatlarni yiroqlashimiz dal mana ruhimizga bog'liq ish. Shunga Alloh subhanahu va taolo namozga qarab boqaylik. Tafakkur qilaylik, o'qiylik Uyg'urcha kitoblarni. Namozni nima uchun Alloh subhanahu va taolo 5 vaqt qilib, 5 vaqtga belgilab qo'yganda? Allah shuncha bandalariga mehribon, shuncha shafqatli zot, atdigan 2 soat hemen jug'lutib o'qidib kechgacha hammasi o'zimizni ish qilsak bo'lmasmi? 5 vaqt qarab boqaylik. Uyqumizni shunda ko'zimizni ochib, butun ishimizni boshlashdan burun Robbul alamin Allohga ruhiy uzuqligimizni ele o'tib, Robbimizdan sirdishib, Robbimizdan oldigan ta'limni ele o'tib, qalbimizni ey Alloh, men o'zlarining quli. Men o'zlarining siziqidan chiqatmayman deb Robbimizga va'dani berib o'tib, ya'ni ruhimizni Allohga bog'lab o'tib, undan keyin bütün faaliyetini boshlab ketamiz. Yana insonninki tabiati Alloh yaratgan qonuniyat bo'yicha ruh sal yana ko'nrab, sening Allohdan yiroqlashib, dunyo mashg'ulotlarga aralashib kelgan vaqtda peshinni vaqti keladi.
Şu vaqtda keldi. Biz yana namoz orqali ruhimizni yanglaymiz. Mushunda qilish orqali 5 vaqt namozdan 5 vaqtga o'rlashga hikmatni bilim olim mushunda ta'riflagan. Endi biz bugun so'zmoqchi bo'lgan itikab cho'zsa, ham namozni, ham ro'zini, ya'ni ruhiy amallarning, ruhimizni poklashninki eng mujassamlangan, ruhni poklaydigan bir odam men qalbimni poklay. Men ma ruhimdagi ma'naviyatlikdan, ma nifaqlik alomatidan, ma kasallikdan baq qutlanmay qoldim, baq ijobat etib ketdim. Bir qutlaydigan odamga nisbatan bütün ruhiy uzuqliq bag'chisi xohlagancha qanchalik foydali bo'lsin o'zing deb alayda Alloh taolo o'zi hatto buni bizim payg'ambarimiz bizlarga emas ilgari ummatlarga hatto Ibrohim alayhissalom Alloh baytullohni sep bo'lgandan keyin o'qiganda o'qib o'tgan oyat Alloh subhanahu va taolo va ahidna deb avhayna demay ahidna tapılıdık vədi sütüdə. Ahdi degan ibaratni işlətib turib, biz şundaq tapılıdık ki, İbrahim bilan İsmailға əmisi mening ma uyamni tavab qilg'uvchilar uchun val akifina itikab to'ldirgan, ya'ni ruhini Allohga bag'lay, Rabbimga bag'lay deb ruhini poklamoqchi bo'lgan odamlarga alohida tayyorlab, pokizlab, tayyorlab deb va'da qildik. Tapılıdık deb shunda deb davom etdi. Yani demek ki bu itikab mana shundaq bir intayin muhim bo'lgan bir amal. Selqarlik ketgan, selqarlik qolgan. Tashlanib ketgan. Biz ummatda bo'laqmi bizlarda? Intayin selqarlik ishi yo'q. Butun hech qanday qilib ish topolmay hatto. Qolgan bir odam yoki yash yo'qnab qolgan, bir ish qilay desimi, ya ishdan damal ishga chiqqan, ya bir yerda bir ish qila olmaydigan, shunday odamdan qilib o'ldirgan, ishidagidek bunda bir ahvol nayati afsus odamni shunday ahvollar ba'zi bizim milletdə vətəndə maşında ahvallar külətdim işədi maşında külət qılatıdı. Mana bu munda sal qaydıgan iş emas. Ruhi uzuqluq bağçısı, yəni ruhimizni, qalbimizni paklıvallı. Bayam ustazımız degan holatdagidek Allohga aşında bir qalb bulub, aşında bir Allohga etilib Allah yolda aşında bir chaqiriqlar kelsa manglaydigan, bir-birimizni Allah uchun chin qalbimizni yaxshi ko'radigan shunday holat bo'lsin, qalbimizni paklaydigan bir bağçı. Hem itikab deganning qisqina ahamiyati shu. Hem itikab degan nima deganda, itikab degan shu i'tikab degan arabchadan kelgan uqum, buning lug'atdagi uqumi. Itikab degan chin mustahkam tutib turish, to'xtatib turish. To'sulish degan ma'nosi bor. To'xtatib turish, to'sulish. Ana shar'iy ma'nosi bizningki uqmoqchi bo'lgan, biz uni tushunmoqchi bo'lgan ma'nomiz bir bandaninki Alloh subhanahu tabarak va taoloning rizosi uchun masjidda o'zini barliq aloqalardan, barliq munosabatlardan aşın bütün ko'ngli inson ko'ngli tatib qoldigan, adashag'inimizdan paranglashib qildi, har qanday illatlardan, har qanday amallar o'z nafsini chin to'xtatib, Alloh qilam to'xtatib turish degan bo'ldi. Ya'ni ba'zi ulamolar qat'ul alaiqi anil khalaiq li'ibadatil khaliq deb intayin go'zal 3 tane kalimaga mujassamlabdi. Bütün aloqalarni uzish, barliq aloqalarni, bütün maxluqotlar bilan bo'lgan aloqani uzish Rabb li'ibadatil khaliq. Faqat Xaliq Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish uchun deb. Ashuna ta'riflabdi. Demak, itikab bilan bo'lgan maqsad Allohning masjidida, Alloh taologa yaqinchilik maqsadida barliq aloqa munosabatni uzib to'xtatish degan bo'ldi. Buning hikmatini bayonlab o'tgandek, ruhiy uzuqligimizni eng intayin mujassamlagan ruhiy uzuqligimizni qanchadan qancha bir bağçı desek buna azlık yap kaldıgan ruhi uzuqluğumuzu qanchalik 10 yillar isloh qila olsak, bu Ramazondagi oxirgi 10 itikab shunday bir shu hikmatlar Alloh taolo alayda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni orqali yo'l qo'ygan sunnat. Buning itikabning hukmi birdek ulamoning ko'z qarashi bilan sunnat. Ba'zi ulamolar sunnatni muakkada deganlar bo'lgan ekan, ammo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki hayoti bo'yicha alayda davomlashib kelganligi uchun Ramazonning oxirgi 10 kunlik itikabni buni ulamolar sunnati muakkad deganlar ekan, ammo lekin butun ulamolarniki asosiy qarash itikab sunnat. Ammo bir odam itikabni o'ziga nazar qilgan bo'lsa, men cho'qim bir Alloh yo'lida bir itikabda o'ltiray deb nazar qilib solgan bo'lsa, ya bir kecha va yoki bir kun yoki bir necha kun degandek, bu vojib qo'yiladi ekan. Uni qilmasa bo'lmaydi. Ammo uning muddati ko'pincha ulamolarniki qo'zg'ashlar qanchalik niyat qilsak bo'ldi deganda, buningki izininki cheki yo'q degan qarash. Ulamolar o'rtasida o'xshamagan ko'z qarashlar bor ekan. Eng az 24 soat bir kecha kunduz bo'lish kerak degan ulamolar bor ekan. Ammo yana bir bilik ulamolarniki bu Allohning rahmatining muhojati ixtilofmi? Bu izining cheki yo'q. Ya'ni bu izining cheki yo'q degandan keyin bizga intayin bir rahmat bu.
Muş mescidin içkiden kirgenden başlap nevaytu an a'takif ma dumtu fil masjid. Men muşu mescidin çıkıp boğuşu itikap niyet kıldım desek bu bir sünnetni ihya kılgan bir savab geçirdik emas. Eğer muşu göz ulbanlıki mudu doğrusudaki göz karşını tutsak. Ama onunki bayamda ötkendek itikapnınki Ramazan'ın ahırdaki onu hükmünü degende başka vakti itikaplanma sünnet ama Ramazan'ın ahırki 10 gündeki itikapını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatının ahırki işleki taşlamagan. Hatta bir Ramazan'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itikapta oturğusu kılıp ahırki 10 günde kilay Ramazan'da onun kazasını kılgan. Hatta yana bir rivayette Şevval ayida kazasını kılıp atkan. Heytne bir gün ötküzü tutlan, heytnin ikinci günde başlap kazasını kılgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degen rivayetlerim varken. Muşun o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ehemmiyet vergen, muşunda bir amelken. Hem de hoş Ramazan'ın ahırki 10 günü mani kirdi. İnşallah, eğer Ramazan'ın ahırki 10 günde itikapta oturuşunu niyet kılganlarımız bulup kalsak, ayette gün kirip kitip boğucudak ya, inşallah. Yani Seyşembe günü keş gün kirip kitip boğucu boğu arlıqda. Mişadik iptal olan kirip, eğer kaysi mescitte, ne kaysi şahit olsa, çokum itikapının şerti mescid bulaş. Cemaat bilen 5 vakit cemaat namazı okulduğun en akalli şerttir. Ama hatta bazı ulamalardan çokum 3 mescid, Mescid-i Haram, Mescid-i Aqsa, Mescid-i Nebevi 3 mescid bulaş gerek degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Allah'a tablagan esir varken degen bolsa yani bir ulamalar en akalli ise çokum 5 vakit namaz okulduğun mescid bulaş gerektir. Ana bir neçe yığılı şöyle bizimizin uyga yoki bir öydü meclis oldu, işxanda meclis oldu, bu itikap olmaydı ekan. Mescid 5 vaqt namoz jamoatlarda qilgan masjidlar kerakkan. Ashunda masjidlarga ayta kunki kutib o'qishi kirib etikapni 10 kun niyat qilganlarimiz ashunda kirsak bo'ldi ekan. Hamda etikapninki to'g'risida ulamalar mu'minga ajablanaman etikapni tark etyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga vaqtida tark etmagan deb Imom Zuhriy rahimahulloh shunday debdi. Endi qisqagina etikapni bir necha fazilati bor ekan. Etikapga kirgan odamlar erishib oladigan fazilatlar. Intayin va qimmatli bir fazilat ekan. Boshqa odam sirtdagi odamlar ya erisha oladigan ya erishamaydigan. Ama etikap kirgan odam cho'qim erishish nisbati 190% yuqori bo'lgan bir fazilatlar ekan. Birinchisi, etikapning o'zi ibodat. Mushu masjiddan kirib bayam degandek, masjiddan kirgandan boshlab agar aql masjiddan kirgandan boshlab chiqib o'qish etikap niyat qildim deb kirsak, musha kirgandan boshlab hammasi namozdan boshlab musha o'ltirganimizning o'zi ibodat. İtikapning ibadeti deb ayrim bir ibadet bununla ayrim bir savab yazılgan. Mana fazilat var ekan. İkinciden itikapda turgan adam yana bir fazilatim de mishada mesela masjidda itikap niyat olturgan bo'lsak, bir kun olturdu ya 2 kun ya 10 kun olturgan bo'lsak. Mishada 10 kun olturgan bo'lsa 10 kunimizning hammasi namozni kutish bilan namozni saqlashda o'tgan bo'ldi ekan. Chunki namozni bir namozni kutib bo'lgandan keyin yana bir namoz saqlab o'tirish alohida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki hadis kelgandek, men sizlarga bir ishni boshlab qo'ymaymi? Sizlarning gunohinglarni ko'chiradigan, darajangizni ustun qiladigan bir ishga boshlab qo'ymayman degan ya Rasululloh, voy bala, voy bo's biz ana ishni boshlab qo'yish, ko'rsatib qo'yish ya Rasululloh degan Payg'ambar sallam taratni kamil qilish, masjidga bo'lgan qadamning qancha ko'p bo'lishi, namozdan keyin namozni kutib turish, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat, fadalikumur ribat deb Payg'ambar sallam 3 qitim takrorlab, ana shu ribat tutganlik deb. Bu dal itikapda o'tirgan odam bu fazilatga erisha oladi ekan. Çünkü mescidden çıkmaya oturdu ya 5 vakit namazda. Bir namazda o'qib bo'lgandan keyin o mayli mishada bir Qur'on o'qib bo'lgan bo'lsin yoki azroq ibodatni texmi kuchli qilish maqsadida bilan aramagan bo'lsin, hammasi namozni kutganlik sababli. Davomli namoz kutib turgan odamning ajribat turgan odamning sabab bo'lgan hadis bo'yicha o'qildi. Uchinchidan itikapda o'tirgan odam yana masjidni lozim tutgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning alohida hadisi bor ekan. Qisqagina mazmuni bu Allah'ın beytini her kanda taqi. Allah razı bo'lgan, Allah xoliq adam lazım tutalaydı degan. Yani masjidni lazım tutush. Oyatim bor. İnnemâ ya'muru mesâcidallah men amana billahi nurun sifatlaba. Buni hozir qisqagina vaqt to'xtalib bo'lamiz. Yani demek ashundan masjidni lazım tutgan, yani masjidga oshiq jannat bilan bishorat bergan bir sifatga erishalaydi ekanmiz itikop orqali. Yani 4-dan eng orzuyimiz bo'lgan en arzu kıldığın hemimiz ayeti geçtiğin kişiden başlayıp gün kirip ketkeninde başlayıp başlanıldığın onun vakti del tak keçisi, Kadir keçisi. Kadir keçisine tepeli iş nispeti itikap toltuğallarının ki bekrak yukarı bulduk yani. Kadir keçisinin uçunda peziyeti su tabi dikemiz.
Yana shuningdek ihrom takbiri. Yani tekbir ula. Allahu ekber deb imom shu tang quloq qoqqan vaqtida tang agishib quloq qoqish, namozga agishilish fursati. Buning fazilati intayin yuqori bo'lgan amal. Buningga tepilish fursati itikob to'ltagan odamniki sirt qaragan vaqtida bakroq yuqoriroq bo'ldi ekan. Yana shuningdek itikob to'ltagan odam o'zining butun diqqatini, zehnini, itikobning maqsadi shu ham bayon dedik. Hamma narsani butun vujudi bilan Allohga yuzilib, barliq sirning har qanday g'alag'ash xoli, har qanday bir qaşlıq qilgan mashg'ulotlardan yiroq bo'lib, yine qalbini Allohga bog'lashi, ibodat bilan mashg'ul bo'lishi, ya'ni texmo oson mushuniki fazilatiga erishish texmo qulay bo'ldi ekan. Mana bu deb tugatkusiz bir nurg'un fazilatlar bor ekan, buni aytib qisqa bir nechtasi. Hamda shartlari itikobning shartnomasi itikob har qanday musulmon, aql, baligh har qanday odamdan. Itikob to'g'ri bo'ldi, mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin. Çoxum məsciddə bulaş kerak, itikobning sharti. Bayam degandek uylarda beynəcəyə yığılıb itikob qıl degan, o itikob bo'lmaydi ekan, namoz o'qilmaydigan, 5 vaqt namoz o'qilmaydi. Eng aqllisi. Itikobni buzgan amillar bir necha xil amil ekan. Birinchisi itikobni buzgan er ayollik munosabat. Bu bütün mushuning uchun, mushundan aloqani uzish uchun kirgan mas'ul kirliq ibodat itikob aslida. Ikkinchisi masjiddan chiqib ketish, sababsiz chiqib ketish. Hatta cenaze namazı çıkışım olmaydı iken, başka cenaze namazı vakitinizi güldüre basakmın itikab bozulup gitdi iken. İtikabda oltağan mescidin pakatla rozuz, eğer Ramazan'da oltağan bolsak, yemek, içmek, suhurluk, iftarlık, mescidde şu itikabda oltağan yerge ekip vermeydiğen insanlar şunu kamda şuşun, ya ki taharet aldığan ya mescidin içinde yok olup kalsa, mescidin sizdir olup kalsa, şu taharet eliş, yemek içmek için çıkısı buldu iken, kalan başka hatta cenaze namazı qanaşqılı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunda ehmiyet vergen cenazemizde hatta keselini yoklaş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta bazı sahabelerden ehval soraydigan iştimi şunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin ehvalini qanday deb şunca ehmiyet berdigan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu da yüz örüp aşında tuğandan berken. Şunu şu mescidden çıkışı bu diqqat qilgan ishga alaydı. Özürse itikab oltuğanlar. Üçüncüden ayollar itikabda oltuğan bolsa ayollarninki adet kesellikleri bunu itikabına bozuldu diken. Kalan bunun ahkamlarını ya ulemalarım, ustazlarım var. Onu ben o ahkam sözlüklerimizde onda ilmim yok. Yine birge Abdülaziz Doktor rahmetullah ustazımız intayin uzun timlip şu ahkam doğrusu mahsus toxtuluptu. Uzun tim iken şu uzun sorsak mı oldu ya ki şunu okusak mı doğru bir kitap bakan şu kalmış ahkamlar doğruluq. Bir nersini bilish uchun qilish uchun çoxum ahkamlarını bir bilib qilishimiz kerak. Mushtoq alayda murojaat qilsak bo'ldi, ustozga murojaat qilsak bo'ldi. Itikob to'g'risida to'xtalganim mana shunchalik vaqt munosabati bilan eng oxirida so'zimni oxirlashtirish bilan birga tavsiya qildiganim biz hurmatli jamoatlarimiz, qarindoshlarimiz, bayam ustozimiz deb o'tdi. Bizning bir narsaga bak ehtiyojimiz bor. Ehtiyojimiz jiqda, ammo lekin bir narsaga eng bak ehtiyojimiz bor. Bu qalbimizniki, qalb degan bir bizdeki illetniki, hazır illetga aylanib qolyapti bu qalb bizga. Buni bütün meynat g'alg'ashlarni tozalab, qalbimiz pok oq holatda yurib, davomli ustozimizniki deydigan bir holati bor. Mu'minning asli holati shu. Mu'minning asli holati shu. Ashundaq holatga bo'lish. Ya'ni kecha bo'lsa Tangri deb dilimiz yig'laydi, mu'min bo'lg'achqi biz namozgohni qoplaydi yig'a g'am, oxiratni bilgachki biz jangga kirsak qahramon biz, bizni qasd qilgan kishi bizdan emas shirlarni ko'rish, shir sifat bo'lg'achqi biz. Ya'ni mushunda mu'min bo'lishga bak ehtiyojimiz bor. Dal mushuning siri. Ana hozir hammamiz qarasak bir xil men o'zimdan boshlab bir tekshirib boqayli. Bizni qanchalik qimmatimiz bor? Birinchidan Robbul alamin Allohning oldida qanchalik qimmatimiz bor? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam innalloha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum deb qo'ydi. Tashqi shaqlımızga alhamdulillah Allah'a neçe şükür. Bizni şunçalik İslamga, şunçalik nimet, İslam nimetiyle ata qilgan nimet endigan Allah'a neçe milyonlagan hamd sana. Ama qalblarimizda biz aşında bir holat bormi? Namozni tutsak yiqaplaydigan Allah'a Rabbim Allah deb qo'limizni ko'tarsak ko'zimizga yosh keladigan, kelalaydigan bunday ahvol bormi? Agar yo'q bo'lib qolsa, dal biz qalbimizni aşında hayatga akilishga. Mana shunday fursatlar ishga oldimizga kelibdi.
Müşan faydalanıp, bu meşguliyetlerimizi bir neçe gün qo'yib qo'yg'ashtirib, bir neçe gün qo'yib qo'yg'anga bir muncha ish bo'lib ketmaydi. Bo'lsa, yine bizning cho'ng dardimiz oldimizda turibdi. Avatinimiz ayada xo'rliq tatib, nurg'un qarindoshlarimiz bizning zulmni bizdan mishada o'tirgan eng odatdagi eng tuvan hatto kichik bolalarni chiqartib adam bo'lsa chet elga 5-6 yoshli bolani chiqartib qo'ygan bolam hozir 10 necha yoshga kirib bo'ldi. Shularni kutib hali bizlardan qo'y albatta. Rob ayet Allah sifatlagandek ularning ahvolida ey Alloh bizni bu zulmni qutuldirgan o'zlari tayyorlamay yordamchini avatgan bo'lsin deb nido qilyapti, zarlanayapti bizning ota-ona urug' tuqqan qavm qarindoshlarimiz. Biz dal mana shundoq Allohga aziydigan, shundoq cho'ng mas'uliyatlarimiz o'ddisini chiqalaydigan haqiqiy yaramliq bir mu'min musulmonlarni bo'lishimiz uchun qalbimizni o'ngshimisak, qalbimizni isloh qilmasak intayin bo'lmaydigan yerga kelib qoldik. Alloh subhanahu va taolo hammamizning qilgan ibodatlarimizni, amallarimizni qabul qilsin. Bizni qadr kechishni Alloh subhanahu va taolo iymon etgan, savab umidgan hayotda taqvallarning qatoridan qilsin. Subhanakallahumma rabbana va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترقبا